Seshanba kuni 2025-yil 30 sentyabrda soat 18:10 Mening yurtim kanalida Qodirxon Togri yo'l serialining 10-mavsumining 7-qismi chiqadi. Bu muxlislar uchun bayram, chunki Qodirxonning har bir bobida uning ruhiy kuchi va adolatga ishonchi ochiladi. Men serialning drama va ilhom muvozanatini oddiy kunlarni yo'l tanlash sagasiga aylantirishini hayrat bilan ko'raman. Qodirxon mustahkamlik ramzi, xiyonat, biznesdagi fitnalar bilan kurashadi va sevgi kuchini topadi. Aktyorlar jonli o'ynaydi, go'yo o'zbek hovlisidagi qo'shnilar choyda taqdirlar hal qiladi. Dialoglar o'tkir lekin iliq, xalq ruhi, an'ana va hazil bilan. Bu qismda kulminatsiya, qasos yoki kechirim tanlovi. Kamera Toshkentni, musiqa Farg'onani ushlaydi, tomoshani sayohatga aylantiradi. Serial o'rgatadi, Togri yo'l yurak yetaklagan yo'l. O'tkazib yubormang, bu issiqda ayron kabi tetiklaydi. Tomoshadan keyin ekran quchoqlab ajoyib Qodirxon deyish istaysiz.